Xalqaro maktabidan tarbiya fani o'qituvchisiman. Shukrulayev Ulug'bek ko'p matematik olimpiadalarda qatnashib, yaxshi yutuqlarga erishdilar. Shavkat va G'ayibjon angliyskidan qatnashib, yaxshi yutuqlarga erishdilar. O'zgarish angliyskida, matematikada, ITda rivojlanishlar ko'p bo'ldi. Bolalarimni, sinfimdagi bolalarimni o'sishi bo'ldi. Ko'p narsada rivojlandilar. O'quvchilarim sabrli, ko'p narsada o'zlari erishadi, o'zlari harakatchan, hamma narsada o'zlari erishadi, mustaqil. Albatta tavsiya qilaman. Nima uchun desa, Davlat xalqaro maktabida ko'p narsa azondan kechgacha shu yerda o'qiydilar. Просто tak yurmaydilar azondan kechgacha, no telefonlar olib qo'yiladi. O'zlari harakat etib, angliyskiy, to'garakli hamma narsa ichida, IT, medosмотр, и psixologik yondashuvlar, logoped, hamma narsa ichida.